Mana bu opani gapini bir eshitib ko'ringlar deyapsizlar. Kambag'allar bilan hech qachon do'stlashmang. Bitta dasturxonda o'tirmang. Iloji boricha ular bilan muloqotga kirmang. Kambag'alchilik xuddi virusga o'xshaydi. Agar yuqsa, umringizni oxirigacha siz bu virusdan qutulmasligingiz mumkin. Salaf solihinlardan bittasi boylarning qasrlari, mol davlatlari haqida shunaqa degan edi. Ular ham yeyishyapti, biz ham yeyapmiz. Ular ham ichishyapti, biz ham ichyapmiz. Ular ham ko'rishyapti, biz ham ko'ryapmiz. Ammo qiyomatda ular hisob-kitob beradi, biz hisob-kitob bermaymiz. Birodar, qiyomat kunida bilasanmi? Inson kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Qiyomatga borganda inson dunyoda kambag'al bo'lmaganiga pushaymon yeydi. Nima uchun? Boylarni qiyomatda hisob-kitobi og'ir bo'lganligini ko'rib turib, kambag'al xursand bo'ladi. Yaxshi ham kambag'al bo'lgan ekan, mana o'tib ketdi, oson hisob-kitobim bo'ldi deydi. Shuning uchun qo'lingga dunyo matohi katta kelmagan bo'lsa siqilma. Bu seni Alloh yomon ko'rganligini belgisi emas.